Будете ли вы рекомендовать наш автосалон Dana Motors? Albatta, barchaga Dana Motors'ni tavsiya qilib qolaman. Xarid qilinglar. Mashinangizni 15 kunda olasiz. Bizda foizsiz bo'lib to'lash imkoni bor. Hammasi qonuniy va ishonchli. Avtomobil xarid qilmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz bu gaplarni ko'p eshitishgan. Negaki O'zbekistonda avtomobil oldi-sotisi bilan bog'liq firibgarlik holatlarida xaridorlar oson shartlar asosida mashina olib berishni va'da qilgan avtosalonlarga chuv tushib qolishmoqda. Toshkentdagi DNA Motors avtosaloni mansabdorlari ham ko'plab odamlarni shu usulda chuv tushirdi. Siz aniq firibgar emasmisiz? Avvalambor hech kim bu savolga ha biz firibgarmiz deb javob bermaydi. Lekin biz mijozlarning xavotirini tushunamiz. Shu sababli Dana Motors kompaniyasiga nima uchun ishonishingiz mumkinligini tushuntirmoqchiman. Avvalroq Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda uyushgan jinoyatchilik biznes niqobi ostida daromadli sohalarga kirib borayotganini tanqid qilgandi. Davlat rahbari jinoiy to'dalar faoliyati ko'p qavatli uylar, avtomashinalar oldi-sotisi, moliyaviy piramidalar tashkil qilishda ancha ko'payganini aytgandi. Shaharda kvartira sotish masalasida 3000 dan ziyod fuqaroga 1.3 trillion so'm zarar yetkazilgan. Misol uchun Credit House, Infinstroy Invest qurilish korxonalari kvartira sotish vaji bilan 2000 nafar fuqaroni aldab 490 milliard so'm pullarni o'zlashtirgan. Yoki Umid Avtolizing, Halol Avtolizing kompaniyasi kabi firmalar jami 1800 nafar fuqaroga avtomashina yetkazib berishni va'da qilib, ularni 80 milliard so'mini qo'lga kiritgan. Bu O'zbekistonda bo'layapti bu gaplar. Toshkent shahrida davlat ro'yxatdan o'tgan DNA Motors mas'uliyati cheklangan jamiyati mansabdorlari ham mashina xarid qilish istagida yurgan yurtdoshlarimizni chuv tushirgani aniqlandi. Ular Xitoy avtomobillarini qulay shartlarda sotish va'dasi bilan ko'plab fuqarolarning pulini o'zlashtirib, o'z ehtiyojlariga sarflab yuborgani aytilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, DNA Motors mansabdorlari ijtimoiy tarmoqlarda Xitoyda ishlab chiqarilgan elektromobillarni qulay shartlarda sotish to'g'risidagi jozibali reklamalarni joylashtirgan. Hatto mashhur shaxslar ham ushbu avtosalonni reklama qilgan. Jumladan bokschi, 2 karra Olimpiada chempioni Bahodir Jalolov ham DNA Motors reklamasida ishtirok etgan. U reklamada Li 9 mashinasidan foydalanganini aytib, odamlarga DNA Motorsdan mashina xarid qilishni tavsiya qilgan. Lisan Li 9 ni xarid qilganim, o'rtog'im Isroil Madrimov ushbu mashinada yurganligi uchun haydab ko'rdim, menga yoqdi. Juda ham yumshoq mashina. Men ko'pchilikka tavsiya qilaman ushbu mashinani. Qulayliklari juda ham yaxshi, komforti juda ham yaxshi. O'zim BMW ham haydaganman, Mercedes ham haydaganman, lekin o'sha komfortni shu Li 9 dan ham topdim. Будете ли вы рекомендовать наш автосалон Dana Motors? Albatta, barchaga Dana Motors'ni tavsiya qilib qolaman. Xarid qilinglar. Sizlarga har bitta mashinani garantiyasi bilan sotishadi. Fuqarolar ushbu reklamalarni ko'rib avtomobil xarid qilish uchun ular bilan shartnoma tuzgan va to'lovlarni amalga oshirgan. Ammo avtosalon shartnoma shartlarini bajarmagan, avtomobillar aytilgan vaqtda yetkazib berilmagan. Holat yuzasidan e'tiroz bildirgan mijozlar esa sertifikat chiqmadi, Xitoydagi hamkor bilan kelisha olmay qoldik kabi turli bahonalar bilan aldab kelingan. Jumladan fuqaro Sayfiddin Odilov 2025-yil 14-aprelda BYD Song Plus mashinasini xarid qilish maqsadida DNA Motors mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan shartnoma tuzgan. U 347 million 150 ming so'm to'lovni amalga oshirgan. Avtomobilni 15-20 ish kunida keltirib berish va'da qilingan. Ammo oradan shuncha oy o'tganiga qaramay, avtosalon shartnoma shartlarini bajarmagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, DNA Motors mas'uliyati cheklangan jamiyat mansabdorlari 35 nafar fuqaroni shu kabi va'dalar bilan aldab, ularning 10 milliard so'mdan ortiq pulini o'zlashtirgan hamda o'z ehtiyojlariga sarflab yuborishgan. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi xabarnomasiga ko'ra, DNA Motors mas'uliyati cheklangan jamiyat mansabdor shaxslariga nisbatan juda ko'p miqdorda firibgarlik bilan bog'liq jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davomida mas'uliyati cheklangan jamiyati raisi rahbari Nargis Said Nazirxonova hamda uning o'rinbosari Fazliddin Ziyayevga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi, mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari o'rinbosari Jamoliddin Mirsolixovga esa sirtdan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov tamomlanib, ish sudga yuborilgan.